Mana Ochilov uktam Turdiyevich xonadoniga keldim. U kishi 32 million kredit olib, qoramollarni ko'paytirib, unumli foydalanib kelmoqda. Oilasiga 65-70% foyda keltirib, kreditlardan unumli foydalanib kelmoqda. Manaki qoramollarimiz ko'payib, hozirgi kunda unumli foydalanilgan. Mana uni yoniga qo'y qo'zilar qilib kreditdan unumli foydalanib kelmoqda. Manaki hovlilari ismaloqlar ekilgan. Asalarichilik bilan ham shug'ullanib kelmoqda.